Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, xush kayfiyatda bormisiz? Bugungi suhbatimiz diydor haqida. Inson borki, sog'inch bilan yashaydi. Bolaligini sog'inadi, yaxshi o'tgan kunlarini sog'inadi, ko'ngli xush ko'rgan insonlarini sog'inadi. Ayniqsa, yaqinlari yiroqda bo'lsa, qalbi sog'inchdan o'rtanadi. Hatto dunyodan o'tganlarni ham sog'inib, ular tushlariga kirishsa, bu tush ta'siri ancha vaqtgacha saqlanadi. Shunday emasmi? Sog'inch insonni poklaydigan aziz tuyg'ulardan biridir. Chunki odamlarni ko'z ilg'amas mehr tuyg'ulari bog'lab turadi. Sizni sog'inadiganlaringiz bormi? Demak, baxtlisiz. Shu o'rinda bir qo'shiq yodga keladi. Mana uning matnidan bir parcha. 14 asr emas yiroq, chiroq yo'qdir sizdan porloq, hammadan ham ko'ra ko'proq sog'indim yo Rasululloh. Yarim ko'nglim to'lsa edi, yillar ortga qaytsa edi, qani sizni ko'rsam edi, sog'indim ya Rasululloh. Yoningizda yurolmadim, xizmatingiz qilolmadim, sahobangiz bo'lolmadim, sog'indim ya Rasululloh. Bu qanday sog'inch? U zot-i sharifni ko'rmadik, ovozlarini eshitish baxtiga muyassar bo'lmadik, lekin g'oyibona tanib muhabbat qo'ydik. Shu darajadaki sog'inib, hatto ko'zlarimizga yosh keladi. Duolar qilamizki, qiyomatda diydorlashuv nasib bo'lsin. Qani endi meni ko'rmasalar-da, menga iymon keltirib, yaxshi ko'rib, sog'ingan ummatlarim deb qarshi olsalar, shafoatlari bilan siylasalar. Amin. Azizlar, endi navbat she'rimga tinglab bahra oling. Bismillahirrohmanirrohim. Diydor shirin. Bugun behad suyuntirding, shukr Alloh. Dilim nurga yuvintirding, shukr Alloh. Axir farzand ne'matlaring sultonidir. Bugun diydor ko'rishtirding, shukr Alloh. Ne mehrki o'z ilohiy rishtang ila onalarni bog'lab qo'yding farzandiga. Shukr Alloh, sog'inch berding sabri bilan. Bugun bayram, har kim yetsin dilbandiga. Bu-ku o'tar dunyoning bir shodiyonasi. Bugun boru erta yo'qning to'yxonasi. Boqiy dunyo quvanchlari qanday ekan? U quvonchni yurak qanday ko'tararkan? Suyukli payg'ambarni ko'rsak qani? Qo'llaridan kavsar suvin ichsak qani? Ummat bo'lib sog'ingandek umr bo'yi, to'yib izhori dil etsak qani? Yaratgan zot yetsak edi diydoringga, arzisaydik tiz cho'kishga xok poyingga. Xayolingni o'zi yoshlar ko'zlarimni, ko'rarmusan munosib deb visolingga. Ey mehribon, ey oliy zot, g'afur, jalil, bandam degil, bu mansabdan ayirmagil. Bugun behad suyuntirding bu dunyoda, u dunyoning quvonchin ham nasib etgil, inshaalloh.
Rahmat e'tiboringiz uchun. Allohdan suhbatlarimiz bardavom va nafli bo'lishini so'ragan holda xayrlashaman. Omon bo'ling, azizlar.